Men hayron qolganim, Rossiyaga ham eksport qilamiz deyapsizlar. Rossiya o'zi katta bozor va bunaqa mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha bizdan bir necha yillab oldinda ish boshlashgan. Shunaqa bo'lsa ham bozorga kirib kelish jarayoni qanaqa bo'lyapti sizlarda? Rossiyada ham bizga ehtiyoj bormi shunchalik? Mana hozirgi kunda O'zbekiston Markaziy Osiyoda sanoat yo'nalishida lider davlat hisoblanadi. Har qanday bu bazalt yo'nalishi bo'lsin, sement yo'nalishi bo'lsin va boshqa har qanday turdagi qurilish mahsulotlari bo'lsa ham O'zbekiston lider davlat hisoblanadi Markaziy Osiyoda. Chunki birgina bizning sohamizning o'zida o'nlab, balki undan ham ko'p zavodlar mavjud O'zbekistonning o'zida. Rossiya bozorida albatta to'g'ri aytdingiz. Bu Rossiyada bizning sohamizga ish faoliyat yuritayotgan 50 dan ortiq korxona, zavod bor. Albatta, lekin bizni asosiy boyaga aytganimdek konkurentni sposobnosiylarda boyaga qolganlardan ajratib turadigan qismimiz bu avvalambor bu sifatga berayotgan urg'imiz. Rossiya bozorida ham albatta faqatgina narxga emas, balki sifatga ham e'tibor beradigan, sifatga ham katta urg'u beradigan korxona talablar bor. Shuning hisobiga biz o'sha 50 ta ishlab chiqaruvchidan aytaylik 10 tasi premium klass yoki o'rta segment tashlaydigan bo'lsa, biz ham shu o'rta va premium segmentga harakat qilib, bu yerda ham o'zimizni eksportimizni to'liq yo'lga qo'yganmiz.